Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Central Asian Medical University Xalqaro tibbiyot universiteti anatomiya va mikroanatomiya kafedrasi gistologiya, sitologiya, embriologiya fan o'qituvchisi Komilov Shohmirzo bo'laman. Bugungi mavzumiz epiteliy to'qimasi. Men sizlarga xuddi mana shu mavzuni chiroyli qilib yoritib beraman. Epiteliy to'qimasini o'rganishdan oldin gistologiyaga ozgina to'xtalib olsak. Gistologiyani biz ikkita bo'limga bo'lib o'rganganmiz. Bu bo'limlar birinchisi bo'ladi xususiy gistologiya, ikkinchisi bo'ladi umumiy gistologiya. Biz gistologiyani xususiy bo'limida faqatgina inson organizmida mavjud bo'lgan 4 dona to'qimani ko'rib chiqamiz. Bu to'qimalar qaysi edi? Bu to'qimalar eng birinchisi epiteliy to'qimasi, keyingisi biriktiruvchi to'qima, undan keyingisi muskul to'qimasi va nerv to'qimasi. Biz xususiy gistologiyada faqatgina mana shu 4 ta to'qimani ko'rib chiqamiz. Undan keyin keladiganimiz bu umumiy gistologiya. Umumiy gistologiyada biz a'zolarni sistemalarga bo'lib turib ko'rib chiqamiz. A'zolar sistemasini o'rganamiz. Endi bugun sizlar bilan o'tadigan mavzu epiteliy to'qimasi. Xo'p, to'qima o'zi nima degani? To'qima ma'lum bir hujayralar yig'indisi o'z navbatida to'qimalarni hosil qiladi. Unday hujayralar qaysilar? Misol uchun aytyapman, shakl jihatdan bir xil, funksiya jihatdan bir xil, kelib chiqishi bir xil bo'lgan hujayralar yig'indisi o'zaro to'qimalarni hosil qiladi. To'qima hosil bo'lishi uchun, xo'p, ikki xil narsa, asosiy komponent kerak. Birinchisi kerak bo'ladi to'qima hosil bo'lish uchun hujayralar va ikkinchisi kerak bo'ladi hujayralar aro moddalar. Qachonki to'qima deb bemalol biz ataymiz, mana shu ikkala narsa bo'lsa, hujayra va hujayralar aro moddalar. Endi hujayralarga kirishi mumkin. Epiteliy to'qimasida epiteliy hujayralari. Biriktiruvchi to'qimani 15 xildan oshiq hujayrasi bor. Ular kirishi mumkin. Yoki masalan muskul to'qimasida biz bilamiz 3 xil muskul hujayrasi bor. Ko'ndalang tarqal, silliq tolali va yurak muskullari. Va o'z navbatida nerv to'qimasida neyron va neyrogliyadan tashkil topgan bo'lsa, biz buni aytamiz to'qimani hujayralari deb turib aytamiz. Ikkinchisi hujayralar aro moddasi bo'lishi kerak, to'qima bo'lish uchun. Hujayralar aro modda nimalar bo'ladi? Bu ham o'z navbatida ikki qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qismi bo'ladi xo'p, tolalar, ikkinchi qismi bo'ladi amorf modda bo'ladi. Amorf modda. Tolalarga 3 xil tola kiradi. 3 xil. Birinchi tola kollagen tola. Kollagen tolalar yo'g'on bo'ladi, baquvvat bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Ular asosan mustahkamlik berish vazifasini bajaradi. Ikkinchi tolamiz elastik tola misol bo'ladi. Tolalarga elastik tola e'tibor beringlar, cho'ziluvchan bo'ladi. Cho'ziluvchan. Va oxirgi tolamiz bor, retikulyar tolalar. Retikulyar tolalar. Endi hujayralar aro moddalargacha. Hujayralar aro moddalar uzib, tolalar bo'ldik, amorf moddagacha. Amorf moddaga o'z navbatida misol bo'la oladi glikozo, amino glikanlar, protoglikanlar va glikoproteinlar. Endi e'tibor beringlar. Agar mana shu amorf moddalarning tuzilishiga qarab turib, bizni to'qimamizning komponenti suyuq bo'lishi mumkin, bizni to'qimamizning komponenti qattiq bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa bizni to'qimamizning komponenti dildiroq bo'lishi mumkin. To'qima xuddi mana shunday. Xo'p, endi bugungi mavzumiz mana epiteliy to'qimasi. Epiteliy to'qimasi. Hozir aytganimdek, o'z navbatida epiteliy to'qimasi ikkita qismdan tashkil topgan. Birinchi qismi epiteliy to'qimasining hujayrasi, ikkinchi qismi epiteliy to'qimasining hujayralar aro moddasi. Epiteliy to'qimasining hujayrasi o'z navbatida epiteliy hujayralaridan tashkil topgan bo'lsa, hujayralar aro modda epiteliy to'qimasida mutlaqo bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasa bir oz kam miqdorda bo'lishi mumkin. Shunisi bilan epiteliy to'qimasi qolgan to'qimalardan farqlanib turadi. Men hozir nima uchun bunday deyapman, sizlarga tushuntirib beraman. Bugun o'rganadiganimiz epiteliy to'qimasi. Epiteliy to'qimasini 1701-yilda Ruysh ismli olim fanga olib kirgan bo'lib, epiteliy yunoncha so'zdan olingan bo'lib, epi yuqori ustida, tela to'qima qoplama degan ma'noni bildiradi. Xo'p, epiteliy to'qimasini funksiyalariga keladigan bo'lsak, epiteliy to'qimasining funksiyalari, ya'ni vazifalari, birinchi vazifasi himoya qilish vazifasini bajarib beradi. Misol uchun aytib beraman, teri insonni tashqi omillardan himoya qilyapti. Yoki bo'lmasam, men qattiq bodom chaqyapman. Qattiq bodom. Og'zimda haligi bodomni aylantiryapman. Og'iz bo'shlag'im yallig'lanyaptimi? Yo'q, yallig'lanmayapti. Nima uchun? Chunki bu ham o'z navbat epiteliy bilan qoplangan himoya qilish funksiyasini bajarib beryapti. Eng birinchi vazifasi himoya. Keyingisi sekretsiya funksiyasi. Bitta narsaga e'tibor beringlar.
inson organizmida epiteliy to'qimasi ikki xil bo'ladi. Ikki xil. Birinchi turi bu qoplovchi epiteliy bo'ladi. Ikkinchi turi bo'ladi bu bezli epiteliy bo'ladi. Qoplovchi epiteliy insonni butun tanasini tashqi tomondan, ichki tomondan qoplab tursa, bezli epiteliy esa o'z navbatida sekretsiya funksiyasini bajarib beradi. Sekretsiya funksiyasini. Yaxshilab e'tibor beringlar. inson organizmida qalqon gipofiz bezini orqa bo'lagi, xo'p, keyingisi nimani? Buyrak usti bezini markaziy qismi faqatgina nerv to'qimasidan tashkil topgan. Qolgan hamma bezlar o'z navbatida epiteliy to'qimasidan tashkil topgan bo'ladi. İnson organizmidagi jamiki bezlar borki, ular hammasi epiteliy to'qimasidan tashkil topgan. Faqatgina gipofizning orqa bo'lagi, buyrak usti bezining mag'iz qismi neyral terapga chiqishga ega. Nerv to'qimasidan tashkil topgan. Endi qaranglar, sekretsiya funksiyasi deyapti. Men o'zimdan ter ajratyapman. Nima qilyapman? Sekretsiya qilyapman. Yoki bo'lmasa sochlarimiz har kun yog'lanib qoladi, to'g'rimi? Sekret qilib yog' ajralib chiqaryapti. Bu ham o'z navbatida sekretsiya funksiyasiga misol bo'la oladi. Keyingi funksiyasi ekskretsiya funksiyasi. Ekskretor funksiya nima degani? E'tibor beringlar. Buyraklar hammasi epiteliyal a'zo hisoblanadi. Bizda ikkita funksiya bor. Sekretsiya bor, ekskretsiya bor. Ikkalasi ham sintez qiladi, nimani tashqariga chiqaradi. Agar sekretsiya bo'lsa, nimadir foydali mahsulotni tashqariga chiqarib tashlaydi. Masalan, teri ishlab chiqaryapman, yog' ishlab chiqaryapman, inson uchun foydali. Ekskretsiya bo'lsa, inson uchun zararli bo'lgan mahsulotni tashqariga ishlab chiqarib tashlaydi. Masalan, buyraklar aytyapman, epiteliyal a'zo, ular o'z navbatida siydik kislota, mochaviya, kreatinin degan mahsulotlarni ishlab chiqarib tashqariga ekskretsiya qilyapti. Bu ekskretsiya funksiyasi. Yoki bo'lmasa, qandli diabeti bor odamlar bor. Qandli diabeti bor odamlarni terisidan namuna olib turib, mikroskop ostida o'rganganingizda terini tarkibida ishlab chiqargan terining tarkibida qand bor ekan. Qand. Bu ham o'z navbatida terini ekskretsiya funksiyasiga dalolat beradi. Nima uchun organizmda qand ko'payib ketyapti, tashqariga chiqarib tashlash kerak, u yo'q narsa va u o'z navbatida ekskretsiya qilib chiqaryapti. Keyingi funksiyasi absorpsiya funksiyasi. Absorpsiya qanday, nima edi nomi, tarjimasi? Absorpsiya shuni bo'lishida. Qaranglar, absorpsiya qanday bo'ladi? Men tirsagimni uryapman. Urganimda yallig'landi. Yallig'langan joyga olib kelyapman-da, mas turgayapman. Mas ma'lum vaqtdan keyin o'z navbatida ichiga shimib olinmayapti. Shimilyapti, ya'ni absorpsiya bo'lyapti. Yoki bo'lmasa, e'tibor beringlar, ichak epiteliyasi orqali oziq moddalarning ichkariga shimilishi. Bu ham o'z navbatida absorpsiya funksiyasiga misol bo'la oladi. Va keyingisi sensor. Sensor funksiyasi mana men chinchillaganimni sezyapman o'zim. Bu ham sensor. Yoki bo'lmasa hid bilish, ta'm bilish, eshitish ham o'z navbatida sensor funksiyasiga misol bo'la oladi. Bu vazifalari edi. Keyingisi epiteliy to'qimasining xususiyatlari. To'qimasi har doim eng birinchi xususiyat, u o'z navbatida bazal membrana ustida joylashadi. Bazal membrana. Men ko'p misol aytaman. Tashqarida mashina asfalt ustida turibdi. Biz bu yerda pol, laminat ustida turibmiz. Epiteliy to'qimasi har doim bazal membrana ustida joylashadi. Epiteliy to'qimasi har doim bazal membrana ustida joylashadi. Mana o'sha bazal membrana. Bazal membrana qalinligi 1 mikrometr keladigan, o'z navbatida ikkita qavatdan tuzilgan tuzilma hisoblanadi. Ikkita qavat. Bazal membranani yuqorisida juda kichkina o'z navbatida glikozo aminoglikanlardan, protoglikanlardan va kollagen toladan tashkil topgan lamina plastinka qavati bor. Mana o'sha plastinka qavati. U o'z navbatida yuqori tomonda joylashgan bo'lib, uni tarkibi glikoz aminoglikanlar, protoglikanlar. Protoglikanlarning borligi mana lamina qavatida biz mikroskop ostida ko'rish xususiyatimizni beradi. Undan tashqari holatda bu joyda kollagen tolalar mavjud bo'lib, kollagen tolalar asosan 4-tip kollagen toladan tashkil topgan va lamina qavati zich tolali biriktiruvchi to'qima safiga kiradi. Endi ikkinchi qavat bu bazal qavat hisoblanadi. Mana o'sha bazal qavat. Bazal qavat kattaroq, kengroq bo'ladi. Bazal qavatda kollagen tolalardan tashqari o'z navbatida elastik tolalar mavjud bo'ladi. Mana kollagen elastik tolalar. Bazal membrananing vazifasi, eng birinchi vazifasi
ustida turgan epiteliy hujayrasini oziqlantirib berish vazifasini bajarib beradi. Oziqlantirib berish. Bu birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi, bazal membrananing keyingi vazifasi o'z navbatida baryer funksiyasini bajarib beradi. Baryer, ya'ni o'z navbatida to'siq vazifasini bajarib beradi. Bazal membranani, epiteliy to'qimasini ostida joylashgan biriktiruvchi to'qimadan ajratib, to'siq vazifasini bajarib berish vazifasini bajarib beradi. Xo'p, keyingi vazifasi tayanch vazifasini bajarib beradi. Ya'ni ustida turgan epiteliy hujayralariga o'z navbatida tayanch, ularni tutib turish vazifasini bajarib beradi. Va keyingi vazifasi bor, bu vazifasi regeneratsiya vazifasi hisoblanadi. Regeneratsiya. Epiteliy to'qimasi faqatgina bazal membrananing hisobiga yaxshi regeneratsiya qila oladi. Agar bazal membrana yo'q bo'lsa, epiteliy to'qimasining regeneratsiyasi shunga nisbatan qiyinroq bo'ladi. Endi qaranglar, trofik vazifasi, ya'ni oziqlantirish vazifasi qanday bo'ladi? Xo'p, epiteliy to'qimasi yaxshilab e'tibor beringlar. Hujayralar o'zaro bir-biri bilan zich plast hosil qiladi. Zich plast. Bu joyda epiteliy to'qimasining orasiga qon tomirlar, nervlar, limfa tomirlar hech qanaqasi o'sib kira olmaydi. Endi bularda ichiga qon tomirlar, nerv tomirlar, limfa tomirlar o'sib kirmagandan keyin bu nima qilish kerak? Oziqlanish kerak. Oziqlanishi bazal membranani ostida yotgan qon tomirlar orqali diffuziya yo'li bilan amalga oshadi. Mana diffuziya. Va o'z navbatida bazal membrana trofik vazifasini bajarib beradi. Misol uchun aytib beraman. Mana qizil o'ngach bor-ku, qizil o'ngach bazal membranani chizadigan bo'lsam, ustida 20 qavatgacha epiteliysi bo'ladi. Mana eng oxirgi 20-qavat hujayralar ham tirik bo'ladi, lekin ularga qon tomiri yetib bormagan. Bularning ham oziqlanishi bazal membrana ostida joylashgan qon tomirlar orqali diffuziya yo'li bilan amalga oshadi. Xo'p, endi bu birinchi xususiyati edi. Ikkinchi xususiyati plast hosil qilishi. Men sizlarga hozir aytib berdim. Epiteliy to'qimasi o'zaro bir-biri bilan zich joylashgan va orasida hech qanday masofa qolmagan. Bu epiteliy to'qimasini plast xususiyatiga misol bo'la oladi. Xo'p, endi keyingisi poliyarlik xususiyati. Poliyarlik nima degani? Bu yoqqa chiqdimda. Poliyarlik degani qutublilik degani. Epiteliy to'qimasida poliyarlik, qutublilik bor. Mana masalan, ikkalamiz epiteliy hujayrasimiz. Epiteliy. Endi qaranglar, bizda ikkita qutub bor. Bazal membranaga tegib turgan pastki tomonda bazal qutubimiz bor. Yuqorgi tomonga bo'shliqqa qarab turgan apikal qutubimiz bor. Apikal qutubimiz. Endi e'tibor beringlar. Agar bu epiteliyda apikal qutubida ko'pincha uchrashi mumkin mikrovarsinkalar, xivchillar va o'z navbatda mikronaychalarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'z navbatda epiteliyni poliyarlik, ya'ni qutubliligiga misol bo'ladi. Yana qaytadan aytyapman, biz ikkalamiz epiteliyimiz, bizda ikkita qutub bor. Bazal membranaga tegib turgan bazal qutub, bo'shliqqa qarab turgan apikal qutub. Apikal qutubda har doim bo'lishi mumkin, ko'pincha bo'lishi mumkin kiprikchalar va o'z navbatda mikrovarsinkalar. Rahmat, o'tir. Xo'p, endi keyingi xususiyati, avaskulyarlik xususiyati. Ya'ni bu nima degani? Hozir aytib berdim. Poliyarlik nima edi? Qutubli zichlik. To'ppa-to'g'ri. Ikkita hujayra o'zaro bir-biri bilan zichitdi, orasida hech qanaqa qon tomir nerv o'tmasdi. Avaskulyarlik xususiyati ham xuddi shunday. Epiteliy to'qimalari o'zaro bir-biri bilan zich joylashganligi uchun ularning qon tomirlari o'tmagan. Va bu xususiyat o'z navbatida avaskulyarlik, ya'ni qon tomirlar o'tmaslik xususiyatini beradi. Xo'p, keyingi xususiyati bor. Bu keratinizatsiya xususiyati. Keratinizatsiya xususiyati epiteliy to'qimalari shunday xususiyatga egaki, ular ma'lum vaqt o'tgandan keyin nobud bo'lib, keratin o'ziga keratin moddasini qoplab turib, tushib ketish xususiyatiga ega. Va bu xususiyatni biz keratinizatsiya xususiyati deymiz. Misol uchun aytib beraman, mana terimiz. Teri hujayralari, epiteliy hujayralari o'z navbatida keratinizatsiya qobiliyatiga ega va ularning hammasining tarkibida keratin degan moddasi bor. Ular eng oxirgi bosqichga yetganda hujayralar nobud bo'lishini hisobiga tarkibidagi keratin modda tashqariga shimiladida, tashqariga chiqadi va epiteliyga xuddi sementlovchi modda kabi ta'sir qiladi. Bu sementlovchi moddaning vazifasi tashqaridan kelayotgan yod mahsulotlarni o'tkazmaslik va bundan tashqari holatda mustahkamlik ta'minlab berish vazifasini bajarib beradi. Xo'p, keyingi xususiyati bor. Epiteliy to'qimasi juda kuchli regeneratsiya qilish qobiliyatiga ega. Xo'p, endi epiteliy to'qimasining tasnifi.
tasnifga keladigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Ikki xil tasniflar. Birinchisi kelib chiqishiga ko'ra, ikkinchisi joylashuviga ko'ra. Kelib chiqishiga ko'ra o'z navbatida quyidagicha tavsiflanadi. E'tibor beringlar. Ektodermal kelib chiqadigan, endodermal, mezodermal, mezenximial va ependimaglial. Va bitta yana turi bor, bu turini biz aytamiz selomik turi deymiz. Xo'p, ektodermal kelib chiqish. Mana shu narsa sizlarga bir narsani eslatmayaptimi? Ektodermal, endodermal, mezodermal. To'g'ri. Embrional rivojlanish paytida 3 ta qavat bo'ladi. Ektodermal, endodermal va mezodermal. Aytyapti, ektodermal tashqidan deyapti, o'z navbatida teri, og'iz va burun shilliq qanotlarini epitelis hosil bo'ladi. Xo'p, endodermal kelib chiqishdan o'pka, jigar, oshqozon, ichak yo'llari, mezodermal kelib chiqishdan buyrak naychalari, jinsiy bezlar, seroz qavatlar hosil bo'ladi va qaranglar, biriktiruvchi to'qimani hammasini kelib chiqadigan mahsulotlarning turi bu o'z navbatida mezenxial to'qima bo'ladi. Mezenxial epitel rivojlanib turib, undan qon tomirlarining ichki devorlari hosil bo'ladi. Va oxirgisi ependimaglial bular kelib chiqishiga ko'ra neyral kelib chiqishiga ega. Biz orqa miyani o'tganimizda aytamiz, ependima hujayralari bor. Ependima hujayralarining vazifasi likor suyuqligini ishlab chiqarib berish. Ular ham o'z navbatida kelib chiqishiga ko'ra epitel to'qimasiga kiradi va ependimaglial kelib chiqishga ega hisoblanadi. Endi joylashish va funksiyasiga ko'ra men haligidan chizib beraman. Epiteliyni joylashish va funksiyasiga ko'ra ikki xil epiteliy borni o'rganamiz. Birinchisi qoplovchi epiteliy, ikkinchisi bezli epiteliy. To'qimasini biz joylashish va funksiyasiga ko'ra qoplovchi dedik, bezli dedik. Biz aytdikki, jamiki inson organizmidagi bezlar borki, faqatgina ular epiteliy to'qimasidan tashkil topgan. Faqatgina hali ikkitadan tashqari. Nima demaydi u? Hipotalamus bilan to'g'ri. Gipofizni orqa bo'lagi bilan buyrak usti bezini mag'iz qismi neyral kelib chiqishga ega. Qolgan hammasi o'z navbatida epitelial kelib chiqishga ega. Endi qoplovchi epiteliyga e'tibor beringlar. Xo'p, a'zolarni qanday holatda qoplashiga qarab turib biz o'z navbatida 3 ga bo'lamiz. 3 ga. Birinchi turi bor, birinchi turi. Insonni tashqi tomondan qoplaydigan epiteliy. Biz bunga misol qilib turib terini olamiz. Teri. Birinchi turi. A'zolarni tashqi tomondan qoplaydigan epiteliy. Biz bunga misol qilib turib terini oldik. Ikkinchi turi bor. E'tibor beringlar. A'zolarni xuddi xalta shaklida qoplaydigan epiteliy. Biz bunga misol qilib turib 3 ta P'ni olamiz. Perikard, plevra va peritoneum. Perikard nima edi? Yurak usti xaltachasi, to'g'rimi? U ham o'z navbatida yurakni xuddi xalta shaklida o'rab turadi. Yoki bo'lmasa plevra, u ham o'z navbatida o'pkani ustki tomonidan xuddi xalta shaklida o'rab turadi. Va peritoneum bu qorin parda edi. Qorin parda ham o'z navbatida a'zolarni ustki tomonidan xalta shaklida o'rab turadi. Va eng oxirgi turi bor, e'tibor beringlar. Naysimon a'zolarni ichki yuzasini qoplaydigan epiteliy bor. Naysimon a'zolar ichki yuzasini. Bu epiteliylar qanday bo'ladi? Misol uchun aytaman, ovqat hazm qilish nayi. Og'iz bo'shlig'idan kirib ketyapti, qizil o'ngach, naysimon a'zoni ichki tomonidan qoplayapti. Yoki bo'lmasa qon tomir devorlari naysimon a'zoni ichki tomonidan epiteliy qoplayapti. Yoki bo'lmasa siydik ayirish sistemasidagi nay. U ham o'z navbatida ichki tomondan epiteliy to'qimasini qoplayapti. Xo'p, bu o'z navbatida joylashish funksiyasiga ko'ra edi. Endi epiteliy to'qimasining topografiyasi deyapti. Topografiyasi juda oson. Teri epiteliysi, oshqozon ichak, buyrak, jigar, nafas, qon tomirlar, seroz bo'shliqlar epiteliysi. Bular ham o'z navbatida topografiyasi joylashgan joyga qarab bo'lyapti. Endi biz sizlar bilan hozir qoplovchi epiteliyni a'zoda qanday joylashishiga ko'ra bo'ldik. Endi bo'ladigan narsamiz bu qoplovchi epiteliyni bazal membranada joylashishiga ko'ra bo'lib chiqamiz. Epiteliy to'qimasida 3 xil hujayra shakli bor. Birinchi hujayra shakli bu yassi shakli deyiladi. Yassi. Bunda qanday bo'ladi? Bazal membrananing ustida yassi shakldagi epiteliy hujayrasi joylashgan bo'ladi. Biz buni aytamiz, yassi shakl deymiz. Mana o'sha yassi shakl. Yassi. Epiteliy to'qimasining 3 xil shakli bor, hujayra shakli bor. Birinchisi yassi. Unda qanday bo'ladi? Bazal membrananing ustida yassi epiteliy hujayrasi joylashgan bo'ladi. Yassi shakl qanday? E'tibor beringlar. Bo'yi kalta, eni uzun bo'ladigan bo'lsa, yon tomondan qaraganimda yassi shaklda, yuqori tomondan qaraganimda poligonal shaklda bo'ladigan bo'lsa va yadrolarni yuqoriga bo'rtib chiqqan bo'lsa, men bu shaklni yassi shakl deb atayman.
Bu birinchi xil, ketdi. Endi ikkinchi xil epiteliy. Xo'p, ikkinchi xil epiteliy mana kubsimon epiteliy. Kubsimon. Xo'p. Kubsimon epiteliy qanday bo'ladi? Bazal membrananing ustida, bazal membrananing ustida eni bilan bo'yi bir xil bo'lgan epiteliy hujayralar joylashsa, men bu epiteliy hujayralarni kubsimon shaklda deyman. Unda qanday bo'ladi? E'tibor beringlar. Yuqoridan qaraganimda heksagonal ko'rinishda, yon tomondan qaraganimda eni bilan bo'yi bir xil kubsimon ko'rinishda va yadrolari markazda joylashadi. Bu shaklni men aytaman, kubsimon ko'rinish deyman. Va keyingisi, uchinchi shakli bor. Bu o'z navbatida silindrsimon ko'rinish. Silindrsimon. E'tibor beringlar. Bazal membrananing ustida eni kichkina va o'z navbatida bo'yi uzun bo'lgan epiteliy hujayralar joylashsa, xuddi mana eshikka o'xshagan. Eni kichkina, bo'yi uzun. Bunda epiteliy hujayralar joylashsa, biz buni aytamiz silindrsimon shakl deymiz. Bunda qanday bo'ladi? Yadrolari. Bu yerda ikkita qutb bor. Men hozir ko'rsatib berdim. Birinchi qutb bazal membranaga tegib turgan bazal qutb, ikkinchi qutb bo'shliqqa qarab turgan apikal qutb. Bu joyda yadrolari xohlasa bazal qutbda, xohlasa medialda, xohlasa apikal qutbda joylashadi. Tuzilishiga ko'ra xohlagan joyda joylashadi va o'z navbatida hujayralarni yon tomondan ko'rganimda silindrik, yuqorgi tomondan ko'rganimda poligonal ko'rinishda ko'rinadi. Bu epiteliy to'qimasi uch xil shakli. Endi e'tibor beringlar, epiteliy to'qimasi mana epiteliy to'qimasi bazal membranada, yana qaytadan aytyapman, bazal membranada joylashiga qarab turib, epiteliy to'qimasi bir qavatli bo'lishi mumkin, ko'p qavatli bo'lishi mumkin. Bir qavatlining tasnifi qanday bo'ladi? Bazal membranada faqatgina bir qator epiteliy hujayralar joylashgan bo'lsa, biz buni aytamiz, bir qavatli epiteliy deymiz. Bazal membranada epiteliy hujayralari birinchi qator bazal membrana turibdi, ikkinchi qator birinchi qatorning ustiga mingan. Uchinchi qator ikkinchi qatorning ustiga mingan. Xuddi mana shunday joylashadigan bo'lsa, biz bu epiteliy deymiz, ko'p qatorli epiteliy deymiz. Xo'p, endi bir qatorli epiteliy hujayrasining shakliga ko'ra yassi, bir qatorli kubsimon, bir qatorli silindrsimon bo'lishi mumkin. Bundan tashqari holatda bu epiteliyalar o'z navbatida jiyakli epiteliyalar va jiyaksiz epiteliyalarga bo'linishimiz mumkin. Xo'p, endi ko'p qavatli epiteliyalarchi? Ko'p qavatli epiteliyalar ham o'z navbatida uch guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi muguzlanadigan tip asosan hujayra shakli yassi shaklda bo'ladi. Ikkinchi tipi muguzlanmaydigan tip. Bundagi hujayralarning shakli asosan kubsimon yoki bo'lmasa yassi ko'rinishda bo'ladi. Uchinchi tip esa o'zgaruvchan tiplarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi har ikkitasini ko'rib chiqamiz. Masalan, mana qaranglar. Qoplovchi epiteliy bir qavatli deyapmiz, bir qavatli, bir qatorli yassi shaklda ko'rib chiqyapmiz. Mana shu joyda bu narsaga e'tibor beringlar. Epiteliy to'qimasini nomlaydiganimizda birinchi qatorlar soni aytiladi, ikkinchisi qavatlar soni aytiladi va uchinchisi shakli aytiladi. Nashrindagina biz epiteliy nomlaymiz. Birinchi qator, ikkinchisi qavat, uchinchi shakl. Masalan, ketyapti. Bir qavatli yassi epiteliy. Birinchisi ketyapti. Bir qavatli yassi epiteliy. Bunda qanday bo'ladi? Hozir aytib berdim sizlarga. Eni bo'ydan uzun, yuqoridan qaralsa poligonal shaklda, yon tomondan qaralsa yassi shaklda, sitoplazmasi juda yupqa va yadrosi tugma kabi bo'zib turadi. Mana shu epiteliy. Mana bu shakl. Xo'p, endi bu epiteliy o'z navbatida uchraydigan joylari mezoteliyda uchrashi mumkin yoki bo'lmasa endoteliyda uchrashi mumkin. Xo'p, buyrakning ba'zi kanalchalarida, o'pka yo'llar devorida ham o'z navbatida bir qavatli yassi epiteliy uchraydi. Endi ikkinchi turi bir qavatli kubsimon epiteliy. Bunda qanday bo'ladi? Bazal membrana ustida bir qavatli kubsimon epiteliyalar joylashgan bo'lsa, biz buni aytamiz bir qavatli kubsimon epiteliy deymiz. Ularning ham ta'rifini hozir aytib berdim men sizlarga. Ya'ni bo'yi eni bilan bir xil yuqoridan qaralsa heksagonal ko'rinishda, ko'ndalang kesimda kubsimon ko'rinishda, yadrolari 10 tiyinlik tangani eslatib markazda joylashadi. Bularning vazifalari sekretor vazifasi va absorpsiya vazifasi bajarib beradi.
joylashgan joylari qalqonsimon bez follikullalarda, tuxumdon yuzasida, bezlarning chiqarish yo'llarida, buyrakning proksimal kanalchalarida, ko'z gavhar ichki suyuqligida, ko'z to'r pardasining pigmentli qavatida va plexus choroidalisida. Xo'p, kelamni aytib beraman. Keyingisi bir qavatli silindrsimon epiteliy. Mana shu epiteliy. Chizmam berdim. Xo'p, bir qavatli silindrsimon epiteliy qanday bo'ladi? Bo'yi enidan uzun, yuqoridan qarasa poligonal, ko'ndalang kesma silindrik ko'rinishda. Ularning vazifasi qanday? Birinchi vazifasi sekretsiya, ikkinchisi absorpsiya va uchinchi vazifasi harakat vazifasini bajarib beradi. Xo'p, endi bitta narsaga e'tibor beringlar. Hujayralarni yassi shaklidagi, kubsimon shaklidagi, silindrsimon shaklidagi 3 xil. Hujayrani diametri, hajmi kattalashgan sari uning funksiyasi ham kattalashib boradi. Misol uchun yassi epiteliyning vazifasi faqatgina himoya qilish vazifasini bajarib bersa, kubsimon epiteliyga o'tganda uning vazifasi sekretsiya va absorpsiyaga ko'tarilyapti. Endi u silindrsimon epiteliyga o'tganda e'tibor beringlar, sekretsiya, absorpsiya va harakat vazifasini bajarib beryapti. Hujayraning shakli o'sgan sari uning funksiyasi ham o'z navbatida ortib boradi. Xo'p, endi bir qavatli ko'p qatorli epiteliy. Bunda qanday bo'ladi? E'tibor beringlar, bir qatorli ko'p qavatli epiteliy. Hujayralarning qavatini ifodalashda yana bitta usuli bor. Agar hujayradan yadrolaridan hayoliy chiziq o'tkazganimizda bir qator bo'lib chiziq o'tadigan bo'lsa, biz bu epiteliyni bir qavatli deb aytishimiz mumkin. Yana qayta aytyapman. Hujayrani yadrolaridan hayoliy chiziq o'tkazsak, agar bir qator chiziq o'tadigan bo'lsa, biz buni aytamiz bir qatorli epiteliy deb aytamiz. Mana o'sha. Bir qator chiziq o'tyapti, bir qatorli epiteliy. Endi bir qavatli ko'p qatorli epiteliy qanday bo'ladi? Bunda hujayralar hammasini bazal qutbi, bazal membranada turibdi, lekin yadrolar o'rtasida hayoliy chiziq o'tkazganimizda ko'p qator chiziq o'tyapti. Biz bu epiteliyni bir qavatli ko'p qatorli epiteliy deb ataymiz. Xo'p, nima uchun bunday? Chunki ularning hammasi bazal membranada turibdi. Bazal membranada, lekin yadrolar o'rtasida hayoliy chiziq o'tkazganimizda ko'p qatorli o'tyapti. Endi qanday bo'ladi? Biz mana qo'limizdagi ham bu yadrolarimiz. O'shamiz hammamiz qo'limizda. Endi sen yadroyini qo'yasan bazal qutbiga. Sen yadroni qo'yasan bazal qutbiga. Sen qo'yasan yadroni apikal qutbiga, sen qo'yasan apikal qutbiga, mana men ham qo'yaman apikal qutbiga. Endi sizlarga aytdim, bir qator yoki ko'p qatorni aniqlash uchun yadrolar o'rtasida hayoliy chiziq o'tkazamiz, to'g'rimi? Xo'p, necha qator chiziq o'tyapti? Ko'p qator. 2 qator chiziq o'tyapti, to'g'rimi? Nima uchun? Bitta tomon bazal qutbida o'tyapti, ikkinchisi apikal qutbida o'tyapti. Endi biz bu epiteliyni ko'p qatorli belgilanmayapti. Bir qavatli ko'p qatorli epiteliy deb ataymiz. Nima uchun? Chunki hammamiz bitta qavatda turibmiz. Bazal membranasida turibmiz, hammamiz bir qavat bo'lib turibmiz. Lekin yadrolar o'rtasidan hayoliy chiziq o'tkazganimizda ko'p qator bo'lib o'tyapti. Shuning uchun biz bu epiteliyni bir qatorli ko'p qavatli epiteliy deb ataymiz. Himoya, baryer, bazal hujayralar, regeneratsiya, harakat, sekretsiya vazifalarini bajaradilar. Keyingisi turlari kipriksiz bo'lishi mumkin, kiprikli bo'lishi mumkin va o'z navbatida epididymisda bo'lishi mumkin. Epididymisda ham o'z navbatida kiprikli bo'ladi. Xo'p, keyingisi ko'p qavatli epiteliy. Endi e'tibor beringlar, biz epiteliyni ko'p qavatlisiga yetib keldik. Ko'p qavatligi ham o'z navbatida 3 ga bo'lgan. Birinchisi muguzlanadigan, ikkinchisi muguzlanmaydigan, uchinchisi o'zgaruvchi. Xo'p, birinchisi muguzlanmaydigan epiteliy. E'tibor beringlar. Bu ko'p qavatli epiteliy. Nima uchun ko'p qavat deyapman? Yadrolar o'rtasida hayoliy chiziq o'tkazganimda ko'p qavat bo'lib o'tyapti. Bu bir. Endi qaranglar, nima uchun muguzlanmaydigan deyapman? Yadrolar o'rtasida hayoliy chiziq o'tkazib, eng oxirgi qavatdan ham hayoliy chiziq o'tkazganimda ularning yadrolari tirik bo'lsa va ular o'z navbatida ulardan chiziq o'tadigan bo'lsa, men bu aytaman ko'p qavatli yassi muguzlanmaydigan epiteliy deb aytaman. Mana sxematik ko'rinishi. Yadrolar o'rtasida mana shu siyohlangan yadrolar hammasi chiziq o'tyapti. Va eng oxirgi qavat hujayralar ham tirik. Ularda yadrolar mavjud. Men bu epiteliyni ko'p qavatli muguzlanmaydigan epiteliy deb aytaman. Ular asosan og'iz bo'shlig'ida, qizil o'ngachda, rektumda, anus orqachakda va o'z navbatida siydik chiqarish yo'llarida ko'p qavatli muguzlanmaydigan epiteliy bo'ladi. Ularning asosiy vazifasi himoya qilib berish.
Muguzlanmaslik holati, qaranglar. Har doim nam yuzalarda bo'ladi. Nam. Og'iz bo'shlig'i nam yuzami? Nam. Rektum nam yuza, siydik yo'llari nam yuza. Nam yuzida har doim muguzlangan epiteli bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi ko'p qavatli yassi muguzlanadigan epiteli. E'tibor beringlar. Bu ham ko'p qavatli. Nima uchun? Yadrolar o'rtasida hayol izini o'tkazyapti, to'g'rimi? Bir nechta qavat bu o'tyapti. Va e'tibor beringlar, muguzlanadigan deyapman. Oxirgi qavat hujayralari hammasi nobud bo'lgan. Ulardan chiziq o'tkazganimda yadrolarimiz ko'rmaymiz, mavjud emas yadrolar. Bunday epitelni biz muguzlanadigan epitel deymiz. Ular asosan terida bo'ladi. Terida. Xo'p, va o'z navbatida e'tibor beringlar. Har doim havo bilan aloqada qilib turadi. Tashqi muhit bilan, quruq muhit bilan aloqada qilib turadi. Shuning uchun bu qavatlarda muguzlanadigan epitellar bo'ladi. Va keyingisi mana ikkalasini farqi. Bu muguzlanmaydigan, bu muguzlanadigan. Yadrolar o'rtasida hayoliy chiziq o'tkazganimda eng yuqori qavatdagi yadrolar o'lgan, nobud bo'lgan. Bundan o'tkazganimda mana yuqori qavatdagi yadrolar tirik. Mana tochka siyoh ranglar bular hujayraning yadrosi hisoblanadi. Ko'p qavatli kubsimon va silindrsimon. Bular asosan bezlarda, bezlarda shilliq bo'limlarda, to'ku bo'limlarda bo'ladi. Bezlar to'ku bo'limlarda. Endi qaranglar. Ko'p qavatli kubsimon bo'lsa qanday bo'ladi? Mana birinchi bazal membrana ustida bir qavat kubsimon epitel joylashgan, uni ustida ikkinchi qavat joylashgan. Yadrolar o'rtasida hayol chiziq o'tkazganda ikkita qator o'tyapti. Biz buni aytamiz ko'p qavatli kubsimon epitel. Endi ikkinchisi silindrsimon. Hujayralar hammasi silindr shaklida, birinchi qavat ustida ikkinchi qavat joylashgan. Yadrolar o'rtasida hayol chiziq o'tkazganda ikki qator chiziq o'tyapti. Biz buni aytamiz ko'p qavatli silindrsimon epitel. Vazifalari himoya va sekretsiyya vazifasini bajarib beradi. Xo'p, endi ko'p qavatli o'zgaruvchan epiteli qanday bo'ladi? Mana shu joyga yaxshi e'tibor bering. Ko'p qavatli o'zgaruvchan epiteli. Sidik qopi maksimal 500 ml dan 700 ml gacha suyuqlik yetadi. 500 ml 700 ml suyuqlik yetganda sidik qopi kattalashib ketadi mana. Kattalashib. Shib kattalashgan sidik bilan to'lgan, funksiya bajarayotgan sidik qopidan namuna olib turib mikroskop ostida ko'rganimda epitellar bir qator bo'lib ko'rinadi. Bir qator. Endi hojatxonaga bordi, sidik chiqardi. Chiqargandan keyin sidik qopi nima qiladi? Sekinlik bilan kichrayadi. Kichraygan sidik qopidan namuna olib mikroskopda ko'rganida, qaranglar, ko'p qavatli bo'lib qolyapti. Keyin aytayapti, nima uchun hajm katta bo'lganda, ichida sidik bo'lganda funksiya bajarganda bir qavat-u bu o'z navbatda hajm kichkina bo'lganda, funksiya bajarmayotgan holatda ko'p qavat bo'lib qolyapti deb turib, bu epitelning nomini ko'p qavatli o'zgaruvchan epitel deyapti. Ko'p qavatli o'zgaruvchan epitelda 3 ta qavat farqlanadi. Eng pastda bazal membranaga tegib turgan bazal qavati, o'rta joylashgan oraliq qavati va yuza joylashgan chuqur qavatlar. Va ularning hujayralarida ham biroz farqlar bo'ladi. Endi ko'p qavatli o'zgaruvchan epiteli, ko'p qavatli o'zgaruvchan epiteli qayerlarda uchraydi desa, yurak jomini siydik, yo'lda siydik, tufayli siydik chiqaruv kanallarida o'z navbatida bilan uchraydi. Vazifasi yana qayta aytyapman, himoya qilish vazifasi. Mana o'sha tuzilishi. Hajm kichkina bo'lgan holatda ko'p qavatli, hajm katta bo'lgan holatda o'z navbatida bir qavatli e'lon qilyapti. Xo'p, endi e'tibor beringlar. Mana bularni har bittasini nomlab chiqamiz. Masalan, bu epitelida men sizlarga aytdim, oldin qatorlar, keyin qavatlar, keyin shakl aytiladi. Bu epiteli bir qatorli yassi epiteli deyiladi. Bu bir qatorli kubsimon epiteli. Endi bunisi bir qatorli silindrsimon epiteli. Men sizlarga aytdim, ikkita qutb bor dedim. Bazal qutbi bor, apikal qutbi bor. Apikal qutbida mana mikrovalsivkalar ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu o'z navbatida hozir aytdim. Bir qatorli ko'p qavatli epiteli. Bolalar chiqdi-ku, to'g'rimi? Yadrolar o'rtasidan hayoliy chiziq o'tkazganingizda ko'p qavat bo'lib o'tyapti, lekin hammasi bazal membranaga tegib turibdi. Buni biz aytamiz bir qatorli ko'p qavatli epiteli. Xo'p, bular o'z navbatida ko'p qavatli epitelilar, ko'p qavatli yassi epiteli, ko'p qavatli silindrli kubsimon epiteli, ana esa ko'p qavatli silindrli epiteli. Xo'p, buni aytyapti, adashmasam o'zgaruvchan epiteli beryapti. To'qimasini, funksiyasi va joylashishiga qarab turib
ikki qismga bo'ldik. Qoplovchi dedik, keyingisi bezli dedik. Xo'p. Endi e'tibor beringlar. Bezli epiteliy qanday bo'ladi? Bezli epiteliy o'z navbatida ishlab chiqargan sekretini qayerga qo'yishiga qarab turib, endokrin bez, o'z navbatida ekzokrin bez va aralash bezlarga bo'lib bo'lamiz. Embrional rivojlanish paytida, buni bazal membrana. Bu uni ustida joylashgan epiteliy hujayrasi. Embrional rivojlanish paytida buni epiteliy hujayrasi o'zini ostida joylashgan biriktirish to'qimaga o'sib kiradi. Mana o'sib kiryapti. Ostida joylashgan biriktirish to'qimaga. O'sib kirish natijasida u o'z navbatida o'zining tuzilmasini hosil qiladi. Mana hosil qiladi tuzilmasini. E'tibor beringlar. Agar biz tashqi muhit bilan aloqasini saqlab qoladigan bo'lsa, bu bezni biz aytamiz ekzokrin bez deymiz. Ekzomda tashqarida ekzokrin bez deymiz. Agar biz embrional rivojlanish paytida ichkariga o'sib kirib, tashqi muhit bilan aloqasini uzaydigan bo'lsa, biz bu bezni aytamiz endi endokrin bez deymiz. Endokrin bez. Endi aralash bezlarda qanday bo'ladi? Aralash bezlarda bezda ham endokrin qismi, mana ham ekzokrin qismi bo'ladi. Bunday bezlarda biz aytamiz aralash bezlar deb aytamiz. Mana xuddi mana shu sxematik ko'rinishi. Tashqi muhit bilan aloqasini saqlab qolyapti ekzokrin bez, tashqi muhit bilan aloqasini saqlamayapti endokrin bez. Xo'p, endi ekzokrin bezlar o'z navbatida ekzokrin bezlar, ya'ni tashqi sekretsiya bezlari tuzilishi jihatdan ikkita qismdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi qism bo'ladi bu bezni asosan ko'psimon va silindrsimon hujayradan tashkil topgan sekret qismi va bezni asosan yassi va ko'psimon hujayradan tashkil topgan to'gu qismidan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni yana qayta aytyapman, bezni ikkita qismi bor, ekzokrin qismi bezlarda. Xo'p, birinchisi bor, sekret qismi bor, ikkinchisi to'gu qismi bor yoki bunga chiqarish yo'li deyapmiz. Xo'p, sekret qismi asosan ko'psimon va silindrsimon hujayradan, to'gu qismi asosan yassi va ko'psimon hujayradan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, endi histologik jihatdan e'tibor beringlar. Bezlarda ikkita narsa farqlanadi. Birinchisi bezni parenximasi, ikkinchisi bezni stromasi. Xo'p, stroma nima? Stroma biriktirish to'qimadan tashkil topgan bo'lib, u bezga tayanch vazifasini berib turadi. Tayanch. Misol uchun aytyapman, mana jigar. Tashqi tomondan stromasi jigarda biriktirish to'qimadan tashkil topgan bo'lib, zich tolali biriktirish to'qima. Biz buni axir nomi bilan glisson kapsulasi deymiz. Glisson kapsulasi. U jigarda tashqi tomondan mustahkam zich ushab, unga mustahkamlik berib turadi. Va mana shu glisson kapsulasi stroma ichkariga o'sib kiradi, jigarda o'z navbatida bo'laklariga va bo'lakchilarga bo'ladi. Va yana qayta aytyapman, stroma tayanch funksiyasini bajarib beradi. Ikkinchisi bezni parenximasi. Parenxima lotinchadan olingan bo'lib, lahm degan ma'noni bildiradi. Lahm. U bezni asosiy funksional qismini ta'minlab beradigan qism hisoblanadi. Mana. Bezlar o'z navbatida ikkita qismdan tashkil topgan parenximasi va stromasi. Bundan tashqari holatda bezlardan mavjud bo'ladi, chiqaruv yo'llaridan tashkil topgan bo'ladi. Men chiqaruv yo'llarini mana hozir tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, endi ekzokrin bezlar hujayralarda soniga qarab turib bir hujayrali bo'lishi mumkin, ko'p hujayrali bo'lishi mumkin. Endi bir hujayrali ekzokrin bezlarga misol qilib turib qadaqsimon bezlarni olishimiz mumkin. Qadaqsimon bezlar. Va undan tashqari holatda oshqozon shilliq qavatini ust tomonidan o'rab turadigan shilliq ishlab chiqaruvchi bezlar ham o'z navbatida bir hujayrali bezlarga misol bo'ladi. Endi ko'p hujayrali bezlarga esa qolgan hamma bezlarimizni ko'p hujayrali bezga olishimiz mumkin. Xo'p, endi hujayralar epitelial plastda joylashishiga ko'ra endoepitelial va ekzoepitelial bo'ladi. Nima deyapti? Buni bazal membrana bo'lsa, buni epiteliy hujayrasi bo'lsa, agar bez epiteliy hujayrasi bilan baravar joylashsa, mana shu bez. Biz buni aytamiz
Xo'p, endoepitelial bezlar deb ataymiz. Ya'ni epiteliy hujayrasining baravariga joylashgan. Agar bez ichkari tomonga, bazal membranaga botib kirgan bo'lsa, biz bu bezlarni mana botib kirgan. Biz bu bezlarni aytamiz, ekzoepitelial bezlar deb ataymiz. Xo'p, endi mana shu bez, mana shu bitta hujayralar, bezning bitta hujayrasi ishlab chiqargan sekretini qay usulda tashqariga chiqarib yuborishiga qarab turib, o'z navbatida uch xilga bo'linadi. Merakrin bez, apakrin bez va o'z navbatida golokrin bez. Endi e'tibor beringlar, merakrin bezlar ishlab chiqargan sekretini o'zindagi porlar, teshiklar orqali chiqarib yuboradi. Bularga asosan misol qilib turib, biz o'z navbatida ter bezlarini, so'lak bezlarini va me'da osti bezini olishimiz mumkin bo'ladi. Merakrin bezlar ishlab chiqargan sekretini o'zidagi porlar, teshiklar orqali tashqariga chiqarib yuboradi. Xo'p, keyingisi apakrin bezlar. Apakrin bezlar ishlab chiqargan sekretini hujayraning apikal qismiga yig'adi, apikal qismiga va o'z navbatida mana shu apikal qismni tashqariga uzib chiqarib yuboradi. Bunday bezlarni biz apakrin bezlar deymiz. Misol uchun men apakrin bez bo'lsam, ishlab chiqargan sekretni hammasini boshimga yig'amanda, shuningcha uzib tashqariga chiqarib tashlayman. Bunday bezlar apakrin bezlar hisoblanadi. Endi apakrin bezlar insonda e'tibor beringlar. Peshonada, qo'ltiq ostida va angio-genital sohada uchraydi. Bu bezlar o'zini ma'lum bir qismini tashqariga uzib chiqarganligi uchun, hujayra o'zini ma'lum qismini tashqariga uzib chiqarganligi uchun va hujayrada bunday holatda hujayraning qobig'i, hujayraning sitoplazmasi bo'lganligi uchun, hujayra qobig'i ham sitoplazmasi ham oqsildan tashkil topganligi uchun, oqsillar tashqi muhitga chiqqanda chiriganligi uchun va ulardan noxush hid kelganligi uchun apakrin bezlar joylashgan joylardan noxush hidlar kelib turadi. Nima uchun? Chunki ularda sitoplazmasi bor, hujayra qobig'i bor, ular oqsildan tashkil topgan. Oqsil tashqi muhitga chiqqandan keyin chiriydi. Chirigandan keyin o'zidan noxush hid chiqaradi. Shuning uchun bunday joylardan noxush hidlar kelib turadi. Va e'tibor beringlar, apakrin bezlar faqatgina jinsiy balog'atga yetgan paytdagina ishlaydi. Undan yo'g'ida ishlamaydi. Xo'p, endi apakrin bezni ham olishimiz mumkin. Mikroapakrin va makroapakrin. Mikroapakringa ter bezlari, makroapakringa esa sut bezlarini hisobga olishimiz mumkin. Keyingisi galakrin bezlar. Galakrin bezlarga asosan yog' bezlari uchraydi. Men sizlarga bitta sirni ochaman. Qarang. Insondagi har bitta tuk degani bitta tuk degani. Bu bitta yoki ikkita yog' bezi degani. Insondagi har bitta tuk bitta yoki ikkita yog' bezi. Endi e'tibor beringlar. Xo'p, yog' bezlari insonda bir kunda tashqi tomoniga 20 grammgacha yog' sutkasi chiqaradi. Mana shu yog' bezlari 20 grammgacha. Yog' bezining vazifasi yuzani namlab turib, birinchisi antiseptik ta'sirga ega, ya'ni tushgan bakteriyalarni, no'g'itlarni o'ldiradi. Ikkinchi funksiyasi terini elastikligini ta'minlaydi. Elastikligini. Endi e'tibor beringlar. Galakrin bezlar qanday bo'ladi? Galakrin bezlar ishlab chiqargan sekretini yig'ib turib, hujayrani portlatish yo'li bilan tashqariga chiqarib yuboradigan bezlarni biz galakrin bezlar deymiz. Ularga asosan yog' bezlari inson kira oladi. Endi bular nimasiga bo'yicha edi? Sekretini qay usulda tashqariga chiqarishi bo'yicha edi. E'tibor beringlar. Sekretini tarkibiga ko'ra o'z navbatida serroz, ya'ni oqsil tabiatli, mukoz, ya'ni shilliq tabiatli, ham oqsil ham shilliq tabiat bo'lsa aralash bezlar va o'z navbatida yog' bezlardan farqlanadi. Endi bezlar. Xo'p. Mana bez. Mana bu sekret bo'limi. Bu sekret bo'limi, bu to'qu bo'limi yoki nay bo'limi. Mana e'tibor beringlar. Bezlar sekret bo'limini tuzilishiga ko'ra, mana shu qism tuzilishiga ko'ra o'z navbatida alveolyar bo'lishi mumkin, naysimon bo'lishi mumkin, naysimon alveolyar bo'lishi mumkin. Xo'p, bularni endi bitta ko'rib chiqamiz hammasini. Mana agar bezda sekret bo'limi faqatgina oddiy nay bilan tugasa, biz bu bezni aytamiz oddiy naysimon bez. Endi bezda sekret bo'limi tarmoqlanib tugasa, oddiy tarmoq bersa, 3 ta tarmoq yoki 2 ta tarmoq bersa va buni oxirgi tarmoq bergan bo'limlar qayta tarmoq bermasa, biz bu bezni aytamiz oddiy tarmoqlangan naysimon bez deb ataymiz. Endi e'tibor beringlar, bezni sekret bo'limi oxiri alveolyar qopchasi bilan tugasa,
alveolar qopchasi bilan tugasa, biz bu bezga aytamiz alveolar bezlar deymiz. Endi bez o'z navbatida tarmoqlanib va mana shu tarmoqlangan har bittasi o'z navbatida alveolar qopchasi bilan tugasa, biz bu bezga aytamiz oddiy tarmoqlangan alveolar bezlar deymiz. Oddiy tarmoqlangan alveolar bezlar. Endi bu holat qanday bo'ladi? Bu holat qaranglar, ham tarmoq beryapti, bu tarmoqlarning uchlari yana qayta tarmoq beryapti. Bu murakkab tarmoqlangan naysmon bez. Endi bunisi uchta tarmoq beryapti, uchta tarmoq hammasi yana qayta tarmoq beryapti va o'z navbatida har bir tarmoq oxirgi bo'limi alveolar qopchasi bilan tugayapti. Biz bu bezni murakkab tarmoqlangan alveolar naysmon bezlar deb ataymiz. Bularni xuddi o'sha misolni olamiz. Mana bu bezlar tugadi. Xo'p, endi bir hujayrali bezlarga qadaqsimon hujayralarni misol qilib olyapti. Mana shu qadaqsimon hujayra. E'tibor beringlar. Qadaqsimon hujayra. Nima uchun qadaqsimon? Chunki hujayraning shakli xuddi qadaqqa o'xshaydi. Qadaqga. Ular ishlab chiqargan sekretni apikal qismiga yig'adi va o'z navbatida o'zidagi poralar orqali oyni tashqariga chiqarib tashlaydi. Va qolgani bezlardan tuzilishni berib ketgan. E'tiborlaring uchun rahmat. Mana ham bitta ko'rib qo'yasizlar, o'tini bu ham xuddi mana shu hozir men tarmoqlab berganimda yana bitta sxematik ko'rinishda beryapti.